بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Ey Allahqa, onun payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, Allohga itoat qilib, uningga osiylik qilishdan saqlaninglar. Kishilar sizlarga ergashmagan taqdirdami, sizlar to'g'ri yo'lda mengishni davomlashtiringlar. Sizlar to'g'ri yo'lda bo'lsanglar, kishilarni yaxshi ishlarga da'vat qilib, yomon ishlardan to'sishdan iborat mas'uliyatinglarni ado qilsanglar, to'g'ri yo'ldan ozg'inlarning ozg'unligi sizlarga ziyon yetkazolmaydi. Oxiratda hammanglarning qaytadigan joyi Allohning dargohidir. Allah shu chaqda sizlarga amalinglarni aytib beradi va shuningga yarasha mukofot yoki jazo beradi.